Hammaga assalomu alaykum. Inobi Durg'on mol bugun choyxonamiz uchun so'yiladi. So'yilgan yerlarni video ololmagan bo'lsak ham, o'zlarimizning ish jarayonlarimizni, yangiliklarimizni aytib o'taman. Ina so'yilgan molimizni go'shtlarga yetib keldi. Durishini qaranglar bu go'shtlarni. Qassob bo'lmagandan keyin bu noda vojini bilmayman. Qarochi zo'r ekan boku. Bir zaman durib men so'ramam o'zini ishini boshlab berdi. Bilmayman bir yerlarni olib tashiydi ekan, ish qilib kesib yana olib qo'yadi ekan. Keyin inamini satan deysizlarmi, shuni chopib bir narsalar aytdi ish qilib. Keyin bo'ldim o'xshida turib ketayotirsam, "Dur, buni olamiz" deb chaqirdi yana. Av buni voga desam bo'yni bitadi. Bo'ynini suyakini ajratish kerak ekan. Buni ishidim qiyin ekan, lekin to'g'risi horib ketgandan telefonni qo'yib qo'ydim keyin. Shu bilan Mansuram o'zini ishine girishib ketdi boku. Qassoblar ham oson emas ekan lekin. Mansuram ham bu yana o'tib ketayotir, bu yana o'tib ketayotir, lekin sira bo'lmadi. Biz esa sizlar bilan bu og'amiz bo'yicha boshqa yangiliklarimiz haqida gaplashib turamiz. Nima deysizlar? Qaranglar, yana biz shunday zolam qurdiryotirmiz. Bu hali remont jarayonida, xudo xolosa bitgan vaqtimda sizlarga ko'rsatib o'taman. Qaranglar, men o'zlanamakka turib ishga tushirib ko'pmi. Bir remontimiz tezroq tamom bo'lsin-da, klientlarimiz ham tezroq toza zallarda o'tirib, yeb-ichib, banket berib o'tirsalar, bizlarning klientlarimiz xursand bo'lsa, o'zlarimiz ham so'ylamiz axir. Keyingi yangiligimiz esa kabina bo'ladi. Xullas, shuning kabinalar ham qurdiryotirmiz yana. Keyanlarni ko'pchilik so'yadidan kabina bormi sizlarda, kabina bormi deb. Kabina bordan, lekin bir dona edi axir. Ina xudo xolosa shularni sonini ko'paytiryotirmiz yana. Bir emas, ikki emas, 3 kabina qurdiryotirmiz. Orqayin kelib, oilaviy hislarni o'zlaringiz donishlaringiz bilanmi kelib tashkillanib so'yib ketaverasizlar endi. Mijozlarimizni ko'ngli uchun qo'ldan kelgancha harakat etib turibmiz yana. Xudo xolosa endi bu yonini kelaverasizlar. Shuncha yerlarni aytib keldim, shuncha yerlarni ko'rsatib keldim, lekin Mansuram hali yuribdi ekan axir. Hav og'a hali bu modisini desam osonmi yo dedim menga. Yaxshi dedimdan duraverdim men ham video. Bu yonini kesdi, bu yonini kesdi, ish qilib amalladi-ku. Yo'q, qo'ydim. Bechora og'am shuncha harakat etdi axir. Shu og'amni mehnati yerda qolmasligi uchun ham endi bu video like bosmasangizlar bo'lmaydi.